Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugungi fruktalarimizni uydagi bor fruktalardan sizlarga chiroyli qilib kesib ko'rsatib beramiz. Ishimizni nokdan boshlaymiz. Tegini olib tashlaysizlar. Shunaqa ko'rinishda qilasizlar. Yana bitta ko'rinishimizni tegini olib tashlaysizlar. Oxirigacha bo'lmasdan kesib olasizlar. Bu yog'ini ham xuddi shunaqa qilib olasizlar. Bir tekisda shunaqa qilib to'g'rab olasizlar. Ikki tarafini ham bir xil qilib. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib ochib chiqasizlar. Bittasini o'ng tarafga bo'lsa, bittasini chap tarafga qarab chiroyli qilib ochib chiqasizlar. Mana bu ikkinchi ko'rinishimiz. Uchinchi ko'rinishimiz. Tegini olib olamiz. Beshtaga bo'lamiz. Bunisini ham tozalab olamiz. Bitta o'ng tarafdan, bitta chap tarafdan qilib chiroyli qilib ochib olamiz. Hop, bitta nokimizni o'zidan 4 xil ko'rinishda qilib ko'rsatib berdim. Drakon mevamizdan sizlarga 2 xil narezkasini ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib, mana shunaqa joylarni tozalab olamiz. Endi o'rtasidan bo'lmaymiz, o'rtasidan sag'al chetroqdan bo'lib olamiz. Bir yoq tarafi ko'proq bo'ladi, bir yoq tarafi kamroq bo'ladi. Bu yoq tarafini pichoq bilan o'yib olamiz yaxshilab. Pichoqni juda ham chuqur kirgizib yormaysizlar. Ichiga shunaqa ko'rinishda solib chiqasizlar, turburchiga qilib. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunisini kichkina pichoq yordamida qilamiz. Boshini ingichkaroq, o'rta qismini chuqurroq kirgizamiz. Bir tekisdalikda tekis tushiramiz. Bunaqasiga ham xuddi shunaqa bir tekis tushiriladi. Shunaqa holatda ochib mana frukta narezkalarimiz ham tayyor. Shunaqa chiroyli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.